Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tradeway kanali. Bugungi video roligimizda biz sizlar bilan Pocket Option saytida сделкаlar ochib pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, biz bugungi video roligimizda ham texnik analiz qilib o'tamiz. Texnik analiz qilib biz сделкаlar ochishga harakat qilamiz. Demak, buning uchun biz o'zimizga ma'qul kelgan interfeysga qo'yib olishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, menda 1 minutlik switch turibdi va bu yoqda switch ham turibdi. Xohlasangiz sizlar 5 minutlik, 3 minutlik switchlarga ham qo'yib сделкаlar ochsanglar bo'ladi. Demak, biz birinchi bo'lib bozor analiz qilishimiz kerak. Bu yoqda 1 minutlik switchda ko'rib turganingizdek hozirda понижающий trend bor ekan. Kelinglar 5 minutlik switch qo'ysak, mana bu yoqda ham ko'rishinglar mumkin. Bizda hozirda bozorda понижающий trend ketyapti. Bunisindagi liniyada ham chizib ko'rsatib beraman. Demak, ko'rib turganingizdek, bozor hozirda mana shu liniyaga kelib, pastga qarab reaksiya olyapti. Bozor hali bizga yana pastga tushib berish kerak. Kelinglar biz shu yoqda 3 minutga pastga qarab сделка ochib qo'yamiz. Bu yoqda ancha bozor pastga tushgani uchun biz 3 minutga сделка ochdik. Agar mana bu liniyalarda bo'lganda biz 1 minutga bemalol сделка ochib qo'ysak bo'lardi. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda yaxshi holat bor. Mana shu liniya kuchli liniya, shu liniyaga tegib bozor 4-5 marta pastga qarab atkat bo'lib ketgan. Demak, bu yoqda сделкamiz anchagina impuls bilan tepaga qarab yurib ketdi. Biz bu yoqda 1 minutlik switchga o'tishimiz kerak bozor holatini ko'rish uchun. Demak, bu yoqda biz yana 2 minutga kelinglar, yana bitta сделка ochib qo'yamiz, chunki ancha impuls bilan bozor tepaga qarab yurib ketdi. Agar bu сделкаlarimiz bizga plusga yopilib berishi kerak, biz trend bo'yicha сделка ochdik, trendni uzoqdan ko'rdik, понижающий trend ketayotganda bu yoqda kelinglar 15 minutlik switchga ham olib bitta ko'raveramiz. Demak, 15 minutlik switchda ham понижающий trend bor, bozor pastga qarab harakatlanyapti. Bu вообще zo'r holat degani. Bunaqa holatlarda biz kirib bemalol сделкаlar ochib olishimiz mumkin. Agar mana shunaqa понижающий trend yoki повышающий trend ketayotgan bo'lsa, bozor holati mana shunaqa o'rtaroqda bo'lsa, sizlar minutini ko'proqga bemalol trend bilan birga pastga ochib qo'ysanglar bo'ladi сделка. Agar tepaga bo'lsa, tepaga bemalol сделка ochishinglar mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, hali trend o'zini holatini o'zgartirmagan. Bu yoqda agar bundan oldingi liniyada mana maksimalniy liniya mana shu liniyadan bozor tepaga qarab o'tib ketsa, uje bizda bozor holati o'zgargan bo'ladi, повышающий trendga qarab ketayotgan bo'ladi. Demak, yaqin o'rtada hali bizga bunaqa holat aniqlanmagan, o'shaning uchun bemalol biz сделкаga kirsak bo'ladi. Demak, 1 daqiqalik ochamiz. Bu yoqda ko'rib turganingizdek, hali ham bozor tepaga qarab harakatlanyapti. Bu yoqda biz yana 3 daqiqaga kelinglar, ikkita сделка ochib qo'yamiz pastga qarab. Ikkita сделкamiz ham ochildi. Balansimizda videoni boshida $710 bor edi. Ko'rib turganingizdek, biz общий $100lik сделка ochdik. $610 balansimizda qoldi. Endi сделка bo'limiga o'tib, videoni tezlashtirib, biz natijasini kuzatamiz. Demak, ko'rishinglar mumkin, bizning birinchi сделкamiz yopilishiga 2 soniya qoldi va birinchi сделкamiz bizga minusga yopildi. Adashmasam, ikkinchi сделкamiz ham bizga minusga yopiladi. Sal biz не то точкада сделкаga kirib qo'yamiz, ya'ni bozor понижающий trend bo'yicha mana shundan ham pastga qarab yurib ketishi kerak. Mana bu minimumini yengillaydi deb o'ylagandim, lekin ko'rib turganingizdek, bozor yana tepaga qarab impuls bilan yurib ketyapti. Demak, hozir yana bitta liniya chizib ko'rsataman sizlarga. Bu yoqda ham mana yaxshi liniya bor. Bozor 2 marta mana shu liniyaga tegib, ko'rib turganingizdek, pastga qarab yurib ketgan. Shu liniyaga yaqinlashganda biz yana bir marta pastga qarab сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Bozor impuls bilan pastga qarab yurib ketib qolishi mumkin. Demak, endi biz 2 daqiqalik emas, 1 daqiqalik сделкаlarga kirsak bo'ladi. Biz kelinglar $60lik сделкаlar ochamiz mana shu liniyaga teganda. Ya'ni bu ham bizga kuchli liniya bo'ladi. Bu liniyaga kelib bozor ko'rib turganingizdek 4-5 marta pastga qarab yurib ketgan. Hozir yana bizga shu liniyaga tegib bozor pastga qarab yurib ketish kerak. Demak, hozir shu liniyani retest qilish kerak. Ko'rib turganingizdek, mana bozor test qilganda biz сделка ochishga ulgurmay qoldik. Hozir yana ozgina tepaga yurib bergandan keyin biz bemalol pastga qarab сделка ochsak bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, bizning ikkita сделкamiz boyagi сделкamiz hali yopilishiga 1 minut bor. U сделкаga ham bozor impuls bilan tushib ketishi mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, bitta retest qildi bu liniyamizni va ko'rib turganingizdek, bozor bizga pastga qarab yurib beryapti. Demak, biz 3 ta сделка ochib qo'ydik. Pastga qarab 1 daqiqalik сделкаlar ochdik. Bu сделка va bu switch va bundan keyingi switch ham bizga qizilga yopilib berish kerak. Demak, kelinglar biz videoni tezlashtirib natijasini kuzatamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizning bundan oldingi ochgan ikkita сделкamiz hozir oxirgi soniyalarda impuls bilan minusga yopildi. Ko'rib turganingizdek, lekin shu liniyagacha bozor bizga tushib berdi. 1 minutlik сделкаlarimiz bizga uchalasi ham plusga yopildi. Endi bizning balansimizda ko'rib turganingizdek $759 bo'ldi. Biz $49 sof foyda qildik. Videoni boshida bizning balansimizda $710 bor edi. Kelinglar, mana shu odam bizga yana bir marta pastga qarab сделка ochib qo'yamiz. Aytib o'tgandek, mana shu liniyamizni bozor test qildi. Test qilgandan
bo'lgandan keyin sirazi pastga qarab tushib ketdi. Mana ko'rib turganingizda 30 dollarlik сделка ochdik, yana bozor bizaga impuls bilan pastga qarab tushib ketdi. O'zi sizlarga har doim aytib o'taman, bunaqa joylarda emas, liniyalarga teganda сделкаga kirsanglar, sizlar yaxshigina foyda olasizlar deb. Demak, biz bundan oldingi сделкаlarda liniyani kutmagandik, prosta trendga qarab biz сделка ochgandik. Agar ko'rib turganingizda 5 minutlik yoki 10 minutlik сделкаlar ochganimizda bizning сделкamiz 100% plusga yopilardi. Bu yoqda bozor mana biz birinchi ochgan сделкамizdan uje pastga tushib ketdi. Aytib o'tganimdek, понижающий trend bor, trend bilan sizlar savdo qilsanglar hech qachon minusga kirmaysizlar. O'zingizlarning balansinglarni ko'tarib olishinglar mumkin. Agar sizlar har doim bunaqa liniyalarga teganda сделкаlar ochsanglar, bunda sizlarning сделкаlar plusga yopilish foizi 95% bo'ladi. Ya'ni 95-99% ga sizlar сделкаlarni plusga yopishinglar mumkin. Demak, ko'rib turganingizda keyingi сделкamiz ham bizga plusga yopildi. Bizning balansimizda 785 dollar bo'ldi. Biz sizlar bilan birgalikda video davomida 75 dollar foydaga chiqdik. Demak, aytib o'tgandek, понижающий trend biz pastga qarab сделкаlar ochib yaxshi foydaga chiqib oldik. Mana bu yoqda bozor minimumini yorib o'tmadi. Bu yoqda ko'rib turganingizda bu yoqda ham hali yorib o'tmagan. Bundan oldin ham yorib o'tmadi. O'shanaqa paytda biz yana bozor shu holatda takrorlaydi degan maqsadda kelinglar biz 1 daqiqaga yana bir marta tepaga qarab сделка ochib qo'yamiz. Demak, yaxshi vaziyatda ushadik. Mana bu yoqda ko'rib turganingizda yana bitta sizlarga liniya chizib ko'rsataman. Повышающий trend, lekin bu trendni ichidagi holat, bunda bozor bizaga holatini o'zgartirdi deb aytolmaymiz. O'shaning uchun sizlarga bitta 1 minutlik сделка ochib ko'rsatdim. Demak, ko'rib turganingizda maksimumini hali bizda test qilmadi va bu yoqga yetib kelmadi. Mana mashitga yetib kelganda biz yana pastga qarab сделка ochishimiz mumkin edi. Ko'rib turganingizda сделка ochdik va bozor impuls bilan bizaga tepaga qarab yurib beryapti. Bu mana doji svichasi bo'ladi. Bu ham bizaga holatda, ya'ni bozor holatini o'zgartiryapti degan signalni beradi. Ko'rib turganingizda hozirda bozorda impuls katta tez tushib va katta impuls bilan tushyapti va bizning сделкamiz yopilishiga ko'rib turganingizda 5 soniya qoldi. Demak, bu switch ko'rib turganingizda qizilga yopilib bera olmayapti va скорее всего bizga yashilga yopilib berish kerak. Demak, главныйsi bizning сделкamizni plusga yopdi. Biz 30 dollarga сделка ochgandik, 55 dollar bu balansimizga keldi. Ko'rib turganingizda videoni boshida bizning balansimizda 710 dollar bor edi va sizlar bilan birgalikda biz analiz qilib bozorni 810 dollar qildik. Ronda sizlar bilan birgalikda video davomida 100 dollar sof foyda qildik. Sizlar ham bemalol kirib bozorni mana shunaqa texnik analiz qilishinglar mumkin. Bu yoqda mana треугольник holati ketyapti. Aytib o'tgandek, bozor mana bundan oldin minimumlarini proboy qilmagandi va hozir ham proboy qilmaydi degandim. Ko'rib turganingizda prosta soyasi kesib o'tib bizaga badanlari impuls bilan tepaga yurib berdi. Mana bu svichani ham doji svichasi degandim. Bu ham bizaga bozor strukturasini o'zgartiryapti degan signalni beradi degandim. Ko'rib turganingizda uje bozor impuls bilan tepaga qarab yurib ketdi. Bu yoqda yana biz tepaga qarab сделка ochsak bo'ladi. Bu liniyaga kelganda yana pastga qarab сделка ochsak bo'ladi. Xuddi shu tariqa biz bozorni analiz qilib bemalol pul ishlab olishimiz mumkin. Aytib o'tganimdek, tepaga сделка ochsak bo'ladi degandim. Mana tepaga ochganimizda biz yaxshigina impuls bilan foydaga yopgan bo'lardik. Biz bugungi videoni uje to'xtatamiz. Bo'lmasa bizning video roligimiz cho'zilib ketadi. Sizlar bilan birgalikda video davomida 100 dollar foyda qildik. Agar sizlarga har xil taktika va strategiyalar kerak bo'lsa va bu saytda original silkasi kerak bo'lsa, bizning Telegram kanalimizdan olishinglar mumkin. Telegram kanalimiz silkasi video описаниесida bo'ladi. Demak, video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.